Puli puli. Qanchaga puli? Sherakamga pulini bilmadik deyishyapti. O'zi ham zo'rg'a yuryapti Angus. Bo'ylari 1.50 atrofida. 1 tonnaga qiynaladi, lekin qorni katta ekan. Pulini puli bo'ldi buni? 28 million so'm. Boqma bunisi. Assalomu alaykum, hurmatli Qudratus kanali obunachilari, chorvadorlar, semiz buqash qozlar. Bugun videomizda Namangan viloyati Uch tumani Qudratus, Uch tumani Yo'rqo'rg'on Oftim Chorva bozorini Xudo xolasa semiz bilan qatorda bir qir yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Pulini necha pul bo'ldi? Angus. To'raziga bo'lganmi bu? Sherakamga ketibdi bu. Jizzaxga taliq bo'lganmi? Qo'shib turing. Pulini bilmadilar, o'zi bir qurib bilamiz. Angus semizli ekan. Bu ham o'sha 900 km atrofida bo'lsa kerak. Bu joy manzil lokatsiyasi Telegram Qudratus kanalida bo'ladi. Bemalol lokatsiyani olib kelaverasizlar. Har chorshanba bo'ladi. Pulini necha pul bo'ldi? 70 ming so'm. To'raziga chiqqanmi? Esda yo'q ekan, 70 ming so'mdan bo'libdi savdosi. Semental rossiyskiy. Qizil. Keyingilarni bilamiz. Xo'p, bugungi chislamiz 2026-yil 5-avgust. Hafta kuniga chorshanba. Pulini necha pul bo'ldi bu? Boqma. Sizdami kimda? Egalari yo'q. Bozorimiz ancha o'zi pasayib qoldi. Lekin kech keldik. Xudo xolasa bir qurishlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Mana semizlarimiz bor bozorlarimizda. Odam lekin ketgan hisobiga pastroq odamlar. Hozir bilamiz bularni sotilgan variantlardan shkili bilan. Bu qanchadan ketdi bilmadingizmi? 64 ming so'mdan, ana. 64 ming so'mdan, ana. 264 dan. Ha. 64 ming so'mdan ketibdi ekan. Boqma, 64 ming so'mdan. Bo'ylar 1.30 kg keladi. Aslida uni ikkitagami? Yo'q. Mana o'sha Jizzax ketibdi. Hop, boqmalar bilan. Hop, ketdiganda bilamiz. Toshini O'zi kiradi. Va bular puli qanchadan bo'ldi bilmadingmi? Kimdan bular? Puli qanchadan bo'ldi aka bular hormani? Assalomu alaykum. Semental qanchadan bo'ldi? Sizlardanmi kimdan bu? Bu sizdan necha pul bo'ldi? Rossiyskiy. Qorat aka necha puldan bo'ldi? 69 ming. 69 ming so'mdan bo'libdi shunisi. O'sha 8 kilo bag'da kelib qolsa kerak. 700 yuqorisi lekin. Necha pul bo'ldi puli? 69 ming so'mdan. Ikkitasi 69 ming so'mdan bo'libdi, chiqib ketdi bunisi. Bu ham 69 bo'libdi, hozir chiqitgan emas, ko'ramiz uni. Mana semizlar kimdan bu? Mana ham shu Minjal Jizzaxga ketibdi. Semiz bular lekin. Men targ'il vafshi zo'r ekan. Hozir mana chiqyapti 69 ming. Nima sabab o'zini boylab qo'yilgan bilingchi? Voy, shoq. Bilganlar kommentariyada yozib qo'yingchi. Ana endi haqiqiy u yoq. Yig'inishdan olib ketdi, janovar. Mana. Ketdi, hop. Keyingilarni ko'raman. Mana necha pul bo'ldi bilmadingizmi? Qaysi biri sizlardan? Voy, cho'chitma ana unaqa. Qaysi qora sizdanmi, Angus? Ag'da ikkitami? Qanchadan bo'ldi puli? 67,5. 67,5 ming so'm. 67,500 so'mdan ikkovi savdosi bo'libdi, berishmagan rossiyskiy. To'raziga chiqdimi? To'raziga necha kilo? 7,5dan. Yo'q, kelasi necha kilo chiqdi? 660, 650. 660, 650 ikkovidan bittasi chiqibdi. Ikkita beyda. Hop, bunda keyingilarini ko'ramiz. Mana semizni bilamiz mana. Qaysi biri qanchadanga? Qo'shliq hormoni. Qaysi biri qanchadanga? Açık kitap var. 66 ming istedim. Boqma 66 ming so'mdan semental. 66 ming so'mdan savdosi bo'lyapti, berilmayapti Yo'rqo'rg'on Oftim Chorva bozorida. Bittasi chiqib ketyapti 69 minglik sheriga. Bittasi tortilib keldi, bittasi chiqmayapti.
Hop. Mana shu ikkovi bo'ylari biri 40 ga, biri 50 chiqadi. 500 pul yuqorisi. Puli necha pul bo'ldi bu? 34 million so'm oyog'icha. Vallahi mana qanchadan bo'ldi? 34 million so'm oyog'ichida bo'lgan savdosi 500 kilo yuqorisida bo'lgan variantlar. Mana ikkovi qanchadan bo'ldi neredeyse? Bu aka. Mana og'idagilar. Bular necha puldan bo'ldi? 66,5 mingdan hammasi to'g'risiga. Ha, 66,500 so'mdan mana shu uchovi savdosi bo'lib ekan. Qayerga ketgan bu? Jizzaxga. Jizzaxga ketib 66,500 so'mdan shu. Mana ikkovi 66,5 mingdan savdosi bo'layotgani bog'dagilar. Mana ashlar ham shulardan ekanda demak. Bozorga kech kelganimiz tufayli ancha bozorlarimizda bu qala sotilib chiqib ketgan joyga kelmiz o'zi. Mana ularni Qirg'iziston paroda egalari yo'q shikil bo'lsa orqasida turadi, yo'q ekan narxini bila olmadim. Mana chiroyli. Biz mana kelayotgan bularning narxini qancha bo'ldi ekan puli? Puli qancha bo'ldi aka buni? Sotilmadimi? Semental sotilmabdi ekan. Bunisi aka qancha bo'ldi? Sotilmadi. Ha, ikkovi ham sotilmadimi? Sotilmadi, Yo'rqo'rg'on bozorimizga chiqib ketyapti endi. Asosan 65 ming bilan 66 ming so'm, 70 ming so'mgacha savdo sulta kattalari. Sotilgan variantga hozir chiqib ketayotgani. Mana egasini bilganimizda yaxshidan chiroyli semirgan holatda bo'lganmiz. Hop, keyingisini bilamiz. Sementallar. Mana bilamiz hozir. Bu ham o'sha Jizzaxga ketgan ekan. Pullar necha puldan bo'ldi aka bularni? Sizdan emasmi? Semiz lekin so'sa pichoqqa yaraveradigan holat. Bu issiqda semirtirib olish ham o'zi oson emas. Issiq ham zo'r bo'ldi-ku. Hop, ash tarafga o'tib endi narigilarni bitta bilamiz. Bu ham semizlarda ham boqsa ham bo'ladi, semiz ham. Yo'lda oma ancha sotilibdi. Ko'rsatamiz. Puli qanchadan bo'ldi aka bularni? Boqma bular asosan. Rossiyskilar mana. Yelka qo'yib o'rgan. Egasi kelmagan buni bilmayman. Egasi sizmi necha puldan bo'ldi bular? Sizlardan emasmi? Egalari yo'q shikil. Hop, hurmatli obunachilar, shu joyda videoni yakunlaymiz. Semiz bozor tugadi, nasib qilsa Boqma bozordan, Sigir bozoridan, Qo'y bozoridan video qilishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yishingizdan chiqmaysiz. Telegramda Qudrat.uz 1 desani bu joy manzil lokatsiyasi kelib chiqadi. Telegram, Instagram, TikTok, YouTube to'rtta ijtimoiy tarmoqda bormiz. Rahmat qilmagan.